Jizzax viloyati Zarbdor tumani Taraqqiyot mavqeida joylashgan. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida to'm meva sabzavot ijiga tashkil qilinib, 30 ta yoshlarimizga 50 sotkan yer ajratilgan hamda mikrokredit bank Zarbdor tuman BXMga biriktirilgan. Hozirgi kunda dalada agrotexnik ishlari jadal ravishda olib borilgan hamda poliz ekinlariga agrotexnik yordamlar o'z vaqtida ko'rsatilgan. Hozirgi paytda dala ekinlarimizda poliz ekinlarini yovvoyi o'tlardan tozalash ishlari olib borilmoqda hamda yoshlarimizga Zarbdor mikrokredit bank BXM tomonidan amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda.